2,5 sotik issiqxonani isitish uchun qancha mablag' ketadi va qancha turba ketadi? Nechilik turbalar? Qalinligi qancha? Necha kilovatlik kotyol olish kerak 2,5 sotik uchun? Shu haqida bir to'liq video tayyorlashni niyat qildik. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi sanamiz 7-dekabrda shu mavzu bo'yicha issiqxonani isitish masalasida to'liq video tayyorlashni biz niyat qildik. Bugun xudo xolasa issiqxonamizga ketgan hamma mablag'larni birgalikda hisoblab, qancha turba ketgan hammasini sanab o'taman. Biz esa boshladik. O'zlaringga daftar ruchka olsalar ma'qul bo'lardi, chunki aniq narx-navosini hozircha bilmayman. O'shanda olganimni bilaman. YouTube tarmoqlaridan ko'rib, narx-navolarni o'zlaring chiqarib olaverasizlar. Qani biz boshladik. Bizda qilgan mehnatimizni rag'batlantirish niyatida sizlardan bir narsani iltimos qilamiz. Shu videomiz boshidan oldin bitta like va obuna bo'lishlaringizni iltimos qilib qolardik. Biz bu qilgan ishlaringdan o'zimizga motivatsiya olib, juda ham shiddat bilan xudo xolasa ishlarimizni xursand bo'lib olyapmiz. Qani endi biz boshladik. Har bir qatorda 40 lik turbalar yurgan. Shunda turbalarimizni soni 9 tani tashkil etadi. Uzunligi esa 20 metrdan turbalarni o'shanda olganmiz. Hozir 40 lik turbalarimizni 20 metrdan qilib ketgan. 40 lik turbalarimizni esa qalinligi 201 stankalik angren turbalarimizni olganmiz. O'sha payti 23 ming so'mdan olganmiz. Jami bo'lib 180 metr shu 40 lik turba olingan. Ikkinchi turbamiz 56 lik 201 stankalik turbalarimiz olingan. Bu kelgan kotyoldan chiqqan suvni mana shunday shu darajada shu tomonlama keladi-da. Kotyoldan kelgan suv yana 56 lik katta turbalarimizga quyiladi. Va quyilgan turbalarimiz esa 40 lik turbalardan orqasiga qaytib ketadi. Yana 40 lik turbalardan kelib 56 turbalarimizga tushib, kotyolga tushib kirib ketadi. Nima sababdan aynan 56 turbada borib, yana 56 turbaga tushib 40 lardan qaytib yana 56 lik qalin katta turbalarimizga nima sababdan bunday qo'yilganini to'g'risi men bilmayman. Ustaning maslahati bo'yicha, aytgani bo'yicha olganman. Nima afzalliklari bor, bunisini to'g'risi men bilmayman. 56 lik turbalarimizni esa 60 metr olganmiz. O'shanda narxi 29 ming so'mdan olganmiz. O'sha payti o'zlaring hisob kitob qilib olaverasizlar. 29 mingdan olingan adashmasam. Hozir narx-navolar menimcha ancha ko'tarilgan, chunki 3 yildan oshib qoldi bu qilganimizga. Keyingi rasxodimiz esa kontrakt materiallarni 6 ligini olganmiz. O'shanda 16 ming so'mdan olgandim Yangi Qo'rg'ondan. O'shanda 500 ming so'mlik ketgan. Buni 230 ligida teng o'rtasidan bo'lib qoqilgan va shu qoqilgan konteyner profillari ustiga o'tirg'izilgan. O'shanda 500 ming so'mlik olganman. Usta puli o'sha payti sotigiga 800 ming so'mdan shu montajlarini qilish uchun 800 ming so'mdan dogovor qilganmiz. O'shanda bet 2,5 sotik bo'layotgan bo'lsa 2 million so'm bo'lgan usta puli. Issiqxonamizda eni uzunligi bo'lsa 12 metrga 20 metrni tashkil etadi. Mana shu kvadratga hisoblaganda 204 mi, mana shunaqa kvadrat chiqadi. Keyin yana mayda-chuda bo'lib, har bitta burchakka burilish uchun o'zini haligi burchak naqalari olingan. Ularni aniq summasini bilmayman, chunki to'g'ri shu narsalar ancha yil bo'lib qoldi. O'shanda hisoblaganimda mana shu kotyol hammasi bo'lib 22 millionga yaqin ketgan. Elektrod, mana shu mayda-chuda hamma narsasi bo'lib 22 million, shu 20 million 22 million orasida pul ketgan. Endi esa sizlarga hozir katyolimni tanishtirib o'taman. Qancha rasxod qilyapti, qanday ko'mirdan foydalanyapmiz. Mana 7-dekabrda xudo xolasa quyoshimiz ham ko'rinib qoldi. Issiqxonacha ancha isib qoldi. Issiq juda ham kerak. Ertaga yana 2 kun yomg'ir deyapti. Bizning katyol xonamiz mana shunday. Bu katyolimiz 30 kilovatli, 4 lik listdan qilingan. Buni esa biz Rishtonni olganmiz, Yunus Ali degan ustadan. Effektiga kelayotgan bo'lsa, effekti zo'r, yaxshi, baraka topdik, zakonni. Bundan katyolimizni olganimizda mana bu eshigida suv bor edi xolos, bunaqa ishlaylar orqasi. Endi hozir rivojlanib, bu tomondagidan ham suvdan foydalanyapti ekan. Juda ham foydasi yaxshi bo'ladi, chunki bet juda ham qizib ketadi.
Menimcha effekti yana isishga, rasxodga yana tejamkorlik qiladi. Kotelimiz 30 kilovatlik, to'g'rilikda aytib o'tdim. Ichini ochganimizda mana shunday tepasidan pastga qarab yonib tushadi. Hozir cho'q pasayib qolmasligini deb 3-4 ta o'tin solib qo'yganman, qizib turadi. Mana bu tepadan aynalib, kitob shaklida aynalib chiqib ketadi dimoxotimizdan. Dimoxotimiz esa uzunligi 4 metrlik konteyner profil shu materialdan qilingan. 4 metr, agar yana bir 5 metr yo 6 metr bo'lsa, faqat foyda bo'lar ekan. Chunki foyda tomoni mana shu kotelimizda 40 ga qo'yib qo'ysam, 40, mana 30, 40, 30 dan boshlanadi. Mana shunday 40 ga qo'yib qo'ysam ishlab ketadi. Mana shu 40 ga qo'ysam, mana shu havo ishlaydigani umuman ishlamayapti. Deyarli umuman ishlamayapti deganda, deyarli umuman ishlamayapti. Chunki mana bu yerdan chiqqan tutun, chiqqan issiq o'zi aynalib chiqib ketib, juda ham zo'r effekt beryapti. 40 da juda ham tejamkorlik ko'p bo'lyapti. Agar shuni 6 metr yoki 5 metr qilinsa, balki yana ham yaxshi tortganda 50 gradusga borganda ham balkim ishlamas. Qancha mana shu havo fulagich kam ishlasa, rasxod o'shancha darajada past bo'lar ekan. Bu yonganda juda ham rasxodni ko'paytirib yuborar ekan. Men shuni bildim. Endi esa bizda sirkulyatsiya nasosimiz. Sirkulyatsiya nasosimiz razmeri 32 ga 8, 180. 180 bu mana shu kotolda ikkita, mana shu 180ligi mana shu tashlaydi. 8 esa bu 8 metr balandlikka suv chiqarib beradi. 32si esa mana bu yerdagi nimani tushadigan razmer 32lik. Menimcha tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Bularni to'g'risi nomerlarini men nima sababdan bilmayman. Mana shunday ko'rinishda do'stlar. Bizning sirkulyatsiyamiz shifo. Agar iloji bo'lsa ep olsalaring, menimcha yaxshi bo'ladi. Mana 56 li turbadan chiqib ketib, mana shunday ketadi va 40 li turbada qaytib keladi. 56 li turbada yana qaytib keladi. Mana shunday ko'rinishda hozir o'tin tashab tayini ochib qo'yganman, havo kirib cho'q bo'lib yonib bo'libdi. Yana tashab qo'yaman, chunki qizib turadi. Kechqurunlikka yoqqanimda suvni isitib olishim ancha ekonom bo'ladi. Mana shu 20 litrlik nimamizda, paqiramizda 3 ta to'ldirib solib qo'ysam, qachon suvni qaynatib 40 gradusga olib chiqib bo'lgandan keyin ichlarini tozalab, mana shu paqiramizda 3 dona tashab qo'ysam 10 soat, 12 soatning orasida yonyapti. Gradusnikni 40 ga qo'yganimda. Hozir havo iliqligi sababli kechqurun minusga tushmaganligi uchun 40 ga qo'ysam, havo fulagich ishlamayapti va rasxod juda ham kam bo'lyapti. Ichkaridagi gradusnik esa 14-15 graduslikda tashkil etyapti. Shu sababli hozircha zakonni rasxodimiz juda ham kam bo'lyapti. Bu esa bizni juda ham xursand qilyapti. Ko'mirimiz esa Qozog'istonda arashka ko'miridan olyapmiz. Bu cho'q turmaydi, lekin juda ham kaloriyasi kuchli, bizga yaxshi effekt beryapti. Cho'q turadigan, yaxshi yonadigan ko'mirni hozircha biz topolganimizcha yo'q. Mana shunday ko'mirdan bo'ladi. Semchkasi desa ham bo'ladi. Semchkadan nisbatan ariqroq. Hozircha mana shunday ko'rinishda yaxshi. Mana shu ko'mirimiz 12 soat yonyapti. 3 ta paqirda solganimizda, suvni qaynatib bo'lganimizdan so'ng. Hamma sistemalarimiz yaxshi, bizga juda ham xursand qilyapti, chunki isitishdan muammo bo'lganicha yo'q. Keyin bu issiqxonani isitishda eng muhim jihatlardan bittasini shuni unutmash kerak. Termiz juda ham muhim. Termiz qancha yaxshi tortilsa, shuncha issiqlik kam tepaga chiqib ketadi va isitish juda ham oson bo'ladi. Termizga ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak va mehr bilan yaxshilab termiz tortish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Hozir quyosh chiqib qolganligi sababli issiqxonamizni ochib, havosini almashtiryapmiz, chunki bitta ikkita joylarda ko'rdim, hali ko'palam nima bo'lgani uchun ko'palam bosib qo'ygan. Bunga hozir issiqlik kerak. Shuning uchun havoga e'tibor berganim yo'q edi. Men bugundan 3-4 kun bo'lib qolganda, endi faqat havo berishda oldin olyapmiz, chunki o'sib ketib qolishi xavfi bor va zamburug'lik har xil kasalliklar bo'ladi. Shuning uchun men endi kotol hozir ishlayapti. 35 gradusga qo'yib qo'yganman. O'shanda ishlab turibdi. Shu sababli
sonani tepalarini ochib havolarni almashtiryapman. Bilasizlar, sonada havo almashtirish juda muhim narsa. Chunki birinchi marta pomidor ekkanimda havo bermaganligi sababli pomidorimizni birinchi mevalari, gullari surmay qolar ekan. Bu esa juda ham yomon ta'sir sal bo'ladi. Chunki har bitta tubdan 1 kilodan olsangiz ham o'shancha tub, o'shancha kilogramm hosil yo'qotilgan. Shu sababli juda ham imini havo berish juda ham muhim. Biz issiqxona qurayotganimizda bilmaganmiz, tepadan shu forchka ochishdi. Men afsuski mana shu narsaga juda ham qattiq e'tibor berishlarini so'rab qolardim. Mana shu chekkalardan tepadan havo berishni обязательно qilish kerak ekan. Nimaga qilish kerak ekan? Chunki tepani ochganingizda bari zaharlar tepaga yig'iladi. Va tepadan kirgan sovuq nisbatan pastga urmas ekan. Past ilimiliq turaveradi, bar havo zo'r bo'lar ekan. Mana shu tomoniga bilmaganman. Hozir sonamiz 20 metrligi uchun forchkalarni ochib qo'ysak, hozircha qishki kunida bemalol yetyapti. Sonamiz kichkinaligi uchun. Skvoznoy qilganimizda hozir mana tepani ochib qo'yganman. Ko'rasizlar. Hozircha bittadan ochganman. Chunki birdaniga isib ketmasin degan maqsadda, sovib ketmasin maqsadda, chunki birdaniga sovib ketsa ham bo'lmaydi. Issiqxonani imini aynan qishda sekinlik bilan ochish kerak. Chunki birdaniga sovuq urganda ko'chat stressga uchraydi. Hozir ko'chatlarimiz stressdan endi chiqib boryapti, chunki yashnab o'zlarini yaxshi tutadiganini bilinib turibdi. Hozirgi momentda soatimiz 12 bo'lyapti. Mana elektron obunachilarimiz biri aytdiki, bu yaxshi effekt bermaydi deb aytishgandi. Shu sababli elektron datchik ham olib kelib qo'ydik. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozirda 19 gradusga tashkil etyapti. Bunisi esa 79% namlik. Adashmasam shunaqa. Biz issiqxonani ko'mirlarni tejash maqsadida agrovolokno olib keldik. Hozircha agrovoloknodan foydalanmayapmiz. Chunki foydalanmayotgan sababi o'zi katyolni eng pastiga qo'ysak ham zo'r rivojlanyapti. Zo'r isiyapti. Bemalol 14-15 ushlab olyapmiz. 40-35 ga qo'ysam havo ilig'ligi sababli, shu sababli hozircha agrovoloknoni yopganim yo'q. Mana shunday turibdi mana. Simlari chala suqib qo'yganman. Chunki o'zi issiqlik yetarli bo'lganligi uchun menimcha pomidorlar ham o'zini yaxshi his qilayotganini bilinib turibdi. Shu sababli agrovoloknoni yopganim yo'q. Agar mabodo yana sovuq kunlar keladigan bo'lib qolsa, yana sirazi agrovolokno yopamiz. Chunki tap-tayyor turibdi. Do'stlar, xudo xolasa to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Yana bir bor aytib o'taman, sonamizni isitishimizcha o'sha payti 2-3 yil oldin 20 million ketgan. Endi hozir bir 22 million orasida ketgan bo'lsa, hozir bir 25 millionga borishi mumkin. Chunki temir narxlar juda ham oshgani yo'q ekan. Konteyner profillari oshib qolibdi ozgina. Mana shunday. Do'stlar, bugungi ekkanimizga ham 4 kun bo'lib qoldi ko'chatlarimiz. Mana shunday ko'rinishda. Endi xudo xolasa bunga stressdan chiqarishga yordam beruvchi o'g'itlarimiz ham barkidan sevib qo'yishlikni niyat qilib turibmiz. Chunki quyosh chiqyapti. Bundan ertaga yana dushanba, seshanba yana yomg'ir ko'rsatyapti. Chunki xudo xolasa mana shu quyoshdan foydalanib olish maqsadida shuni xudo xolasa sepamiz deb turibmiz. Do'stlar, mana shunday. Hozirda turbalar narxi to'g'risini necha puldan olganimizni bilmayman. Bu turbalarimizni hammasini Bog'dodni yo'lidagi Mardon temir do'konidan olganmiz. Agar yana bir YouTube'lardan ko'rib olasizlar, bu Angarenda 201 stankali. Hozircha bir muammo bo'lgani yo'q, yaxshi effekt berdi. Turbalarimiz hammasi yaxshi. Do'stlar, bizni kanalimizni kuzatib boring. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumot berdim deb o'ylayman. Turbalar narxini o'zlaringiz chiqarib olaverasizlar. Bizni kanalimizni kuzatib boring. Bu hali hammasi boshlanishi. Keyin nima bunkerli katyollarga kelayotgan bo'lsak, bunkerli katyollar to'g'risi men bilmayman. Qanaqa effekt beradi. Uni o'zlaring shu ishlatganlardan bir foydalanib bilib olasizlar. E'tiborlaringiz uchun juda ham katta rahmat.